Salom azizlarim, bugun siz bilan yangi ozish marafonini boshlaymiz. Bu yerda biz birga ortiqcha vazndan qutulamiz, sog'lom hayotga qadam qo'yamiz va o'zimizning eng yaxshi versiyamizni yaratamiz. Tayyor bo'lsangiz, bu marafonni birga boshlaymiz. Qani ketdik. Kunimizni nonushtadan boshlaymiz. Oshqozonni yaxshi ishlatish uchun yogurt bilan bir bokal shakarsiz romashka choy ichamiz. Tushlik bilan kechki ovqatni orasida shuncha miqdorda meva yeymiz. Kun davomida tushlikda dimlab pishirilgan grechka yeymiz. O'zimiz tayyorlagan sabzi salat bilan birlikda. Grechka yog'sizroq qilib pishirilgan 200 gram bo'lishi kerak. Sabzi salati esa qirg'ichdan chiqarilgan oddiy sabzi. Orada azizlarim kofe tanaffusini qilamiz. Kofe bizni to'q tutadi, ochlik hissini yo'qotadi, kayfiyatni ko'taradi. Eng muhim joyga keldik. Qorinda birikkan yog'larni yo'qotish uchun biz kokteyl tayyorlaymiz. Qorin yog'ini yo'qotish uchun bizga bir dona bodring kerak. Bodringni shu shaklda to'g'rab bitishga solamiz. Albatta azizlar, qorinda yillab birikkan yog'larni yo'qotishimiz uchun bu kokteylni tayyorlab ichishimiz shart. Bir dona sabzini ham xuddi shu shaklda to'g'rab idishimizga solamiz. Sabzi ko'z nurini oshiradi, kokteylimizga mazali ta'm beradi. Eng muhim natija bu sabr va bir-birimizni qo'llab-quvvatlash. Agar sabr bilan qilsangiz, yaxshi natijalarga erishasiz. Endi bir bo'lak limon bilan 2 shox seldereyni to'g'rab masalliqlarimizga qo'shamiz. Ustidan 1 stakan suv solib blenderdan o'tkazib olamiz. Selderey bilan limon juda ham yaxshi yog' yoqishga yordam beradi. Bundan tashqari bu kokteylimiz ichaklarni tozalaydi, tanani yoshartiradi. Ozdiruvchi kokteylimiz tayyor. Bironta stakanga solamiz. Kechki ovqatni o'rniga mana shuni ichamiz. Bu kokteyl yog'larni yo'qadigan tabiiy dori hisoblanadi. Bu kokteyldan albatta tayyorlab foydalanamiz. Ertalab uyg'onganimizdan to uxlaganimizcha 2 litrgacha suv ichamiz. Suv ichaklarni tozalab, ozishni tezlashtiradi. Bundan tashqari yoshartiradi. Albatta biz bu ozish davomida harakat qilishimiz ham shart. Harakat bu bizni 2 barobar tez ozdirishga yordam beradi. Masalan, uy yumushlari bilan shug'ullanish, piyoda yurish, kechki sayrga chiqish, mana shunaqangi harakatlarni qilishimiz kerak. Bu 2 kunlik marafon azizlarim. Birinchi, ikkinchi kun mana shunday ovqatlanamiz. Azizlarim, bu videoni do'stlaringizga ham tarqating. Agar bu video ko'p ko'rilsa, 3-chi, 4-chi kunni ham chiqaraman. Hozircha siz bilan xayrlashaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.